Duolarimiz albatta oxiratlari obod bo'lsin. Siz shogirdlarni ko'rsak, shuni Adam rahmatli qadam ranjida qilgan xonadonlarga kelsak, Adam rahmatlikni ko'rganday bo'lamiz, sog'ishdi. Shamsiddin qanaqa yangi ashula aytsalar, ustozim hayron qolib, havas bilan qarardi. Qara aytibdi, ustoz zo'r desa meni xursandman. Xuddi bola deydi xarakterlari. Bobomurod Hamdamda bo'ladimi hozir? Yo'q, unaqa ovoz kelmaydi, bo'lmaydi unaqa ovoz. Unaqa ovoz bo'lmagan. Ko'p ovozlar bor, ko'p o'xshash ovozlar, faqat Bobomurod Hamdamda ovoz yo'q. Rahmat, qadrlagan sog' bo'laydi. Biroq xollarimga o'xshab turibsizga. Kunga xolim ham katta bo'lib turibdi, hayron qolyapman, o'xshab turibsan ustoga. Ustozning yuzlarida xollari bor, kimda yuzda xol bo'lsa baxtli bo'ladi sizlar. Sen hali baxtli bo'lasan, sizlar bor ekan. Rahmat akajon, aytganingizdek, shogirdlar va izdoshlar hammamiz o'xshashlikka harakat qilamiz, lekin u ovozdagi mung dard boshqa takrorlanmaydi akajon. Bobomurod hamdan boshqa takrorlanmaydi. O'g'illari bo'lganim bilan ham balkim 99.9% o'xshashligi mumkin, balkim lekin 100% hech qachon o'xshamaydi akajon. Rahmat, sizlarni ko'rsak, otamiz sog'ishlari nimasi bilan otamni ko'rgandek bo'ladi. Mana shu Adam rahmatli qadam ranjida qilgan joylar, siz xonadonlaringiz mana shu bog'orotlar bilan birga o'ynab katta bo'lganmiz. Qo'y boqib. Rahmat. Kelinimiz ham iloyim Bahodirjon bilan qo'sha qarishsin, baxtli bo'lishsin, qo'sha qarishsin. Qudandachilik, ming yilchilik deydi. Iloyim ming yillar davom etsin, to'ylarga ulansin. Shu aziz mehmonlar ham yaxshi niyatlar bilan kelib o'tiribdi. Xonadonlarda yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin. Biz Burxon akamiz bilan o'zimizga o'xshagan san'atkorlar doim aziz san'atsevar xalqimizni yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik iloyim.